Hammaga salom, hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Navbatdagi zakazlarimizni tayyorlash jarayonida sizlarga lavha qilganmiz. Demak, kuzatishda davom eting, qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi zakazimizni olib ketyapmiz. Andijonga 20 komplekt administrator kompyuter bilan 21 komplekt o'rnatib qaytamiz. O'sha yerdan ham video lavhalar bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Davom etamiz. Demak, Andijon shahri Xo'jaobod tumaniga olib keldik. Yangichek degan joyda mana svetofor bor ekan. Shuni ro'parasida Kanichka game klub ochilmoqda. Demak, kompyuterlarni olib keldik. Hop, demak, davom etamiz. Kompyuterlarimizni olib kelib tushirib bo'ldik. Demak, xonamizning ko'rinishi remontlari bitgan ekan. Mana olib kelib kompyuterlarni tushirdik. Bu yerda PlayStation'lar bor, administrator stoli va kompyuterlar. 20 ta kompyuter RGB keyslar bilan. Tak, monitorlar 24 Corvette. Hop, o'z bilan endi o'rnatib bo'lgandan keyin baribir to'liq obzorni qilamiz. Hop, davom etamiz. Bu xonamizda endi mana bunaqa chiroyli podsetkalar qilib qo'yishibdi. O'zgarsa kerak har xil rangdagi. Plus konditsioner hamma sharoitlar bor. Kompyuterlarni o'zi o'rnatamiz va juda ham chiroyli bir tayyor holatdagi ko'rinishga keladi. Davom etamiz. Demak, keyslarimizni o'rnatib bo'ldik. Hozir endi monitorlarni yechib, o'rnatib, keyin aksesuarlarni qo'yamiz va setovoy kabel orqali tortib bir-biriga ulaymiz. Uni hozir programmistlarimiz yo'lda kelib qilib berishadi. Hop, kompyuterlarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Kompyuterlarimizni o'rnatib bo'ldi. Endi hozir programmist ishi qoldi. O'yinlarni yozib, polni ishlatib beriladi. Demak, shu ko'rinishda bo'ldi. Keysimiz mana yonib turadigan RGB X-Station. Monitorimiz Everett'dan Corvette 2400 Hz. Klaviatura Raziak membranli RGB. Hop, Honfox H1 professionalniy gamerskiy mishka. Demak, shu komplektimiz ko'rinishi shunaqa bo'ldi. Bular narxi aktualnisi Telegram kanalimizda bo'ladi. Obuna bo'lib ko'rishingiz mumkin aktual narxlarni. Hozirgi zborkamiz mana birinchi xonamizda o'zi o'rnatib bo'ldi, ikkinchi xonada ham pastda bo'lib qoldi. Hozir programmistlarimiz ishlashyapti. Bu yerda o'yinni yozib, polniy sistema qilib ishlatib berishadi. Hop, bularning konfiguratsiyasi va narxini ham kommentariyaga yozib qoldiramiz, zakrib qilib. Demak, shu yerdan ham ko'rishingiz mumkin. Hop, demak, hurmatli obunachilar, shunday qilib kompyuterlarni olib kelib, o'rnatib, polni ishlatib berishimiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Va xolos chiroyli qilib ishlarni bitiramiz. Hop, hurmatli obunachilar, bitta narsani eslatib ta'kidlab o'taman. Demak, biz asosan game klublar bilan ishlaymiz. Optim. Demak, bizlarning konkurentlardan farqimiz sizga shunday kompyuterlarni terib berib, shunday qochib ketish emas. Keyinchalik ham любой mahal aloqaga chiqaverasizlar. Misol uchun texnik tomondan problema bo'lib qolsa, misol kompyuteringiz yonmay qoldi, ekrani yonmay qoldi, boshqa bo'ldi, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Texnik tomondan sizlarga yordam berishimiz mumkin. Albatta, bularning garantiyalari ham bor. Garantiya vaqtida, o'z vaqtida uchralsa, misol uchun zamerni qilib beriladi yoki remont qilib beriladi. Shuning uchun bu yoqdan ham xavotir olmasanglar bo'ladi. Xo'p, faqat texnik tomondan emas, programma tomonidan nimadir tushunmovchiliklar bo'lsa, programmistlarimizga aloqaga chiqib, любой mahal muammolaringizni hal qilsanglar bo'ladi. Shuning uchun bizning konkurentlardan ancha farqimiz bor. Shuning uchun bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib kompyuterxonangizni ishlatib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, videolarimiz qisqa-qisqa, kuzatishda davom eting. Demak,
yanada ko'proq videolarimiz bor. Ularni chiqarishga harakat qilamiz. YouTube, Instagram bizga obuna bo'lib, podдержка qilib yuborsanglar xursand bo'lamiz. Hozircha xayrlashamiz. Hammaga xayr.